Assalomu alaykum aka-ukalar, musofirchilikda yurgan do'stlar. O'zbekistondagi do'stlarimiz, mana bugun 12-oktyabr 25-yil. Mana shu yo'lni chetiga biz kabel taylaganmiz, kovlab 1 metr taylab kabel ko'milgan, ustini pesot taylab, ya'ni qum taylab trombovka qilyapmiz. Trombovka qilishimiz kerak, keyin buni ustidan yo'lning obochina qismi bo'ladi, ya'ni asfaltning kroshka deydi-ku, yotqizilib ustidan birinchi shebionka taylanadi, ustidan keyin asfaltni kroshka qilinadi. Shuning uchun biz kabelni ustidan trombovka qilib preslashimiz kerak. Bu yo'ldan cho'kmasligi uchun trombovka qilinadi. Mana shunaqa ishlarimiz davom etyapti. Kuz yomg'ir. Mana shu yerga mana bu yerda tochka qo'yilgan, bur qilinadigan voziqovod tashlab stolba bo'ladi. Yo'lni yoriq qilish uchun, mana shu asfaltni yoriq qilish uchun. Kabel ko'mganmiz. Hozir ustini trombovka qilyapmiz mana shunday. Do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yingizlar. Arzimagan ishlarimizga nasib xudo xohlasa ko'rishib qolamiz. Sog' omon bo'lingizlar.